Bu dunyodagi eng kichkina yengil mikrofon. Tasavvur qilishingiz uchun bu tabletka, bu esa mikrofon. U shunchaki kichkinaki, uni sezmaysiz ham. Og'irligi atigi 5 gram chiqadi. Lekin kichikligiga qaramasdan turib, siz uni ekspertning kontentlarida, ASMR videolarda intervyularda ishlatishingiz uchun 2026-yilda eng ideal tanlov. Negaligini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. O'zi mikrofonlarning eng glavniy ko'rsatkichi bu ovozni tiniq yetkazib berishi, ya'ni atrofdagi shovqinlarni tushirib berishi. Masalan, bu mikrofonni sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Bu mikrofonni sun'iy intellektli shum подавление funksiyasini yoqib qo'ysangiz, atrofdagi shovqinlar siz uchun muammo tug'dirmaydi. Mana shu kabi. Videoni o'zingizlar ko'rdinglar. O'zi sifatsiz mikrofonlar ovozga ta'sir qilib qoladi shum подавление funksiyasini ishlatganingizda. Lekin Saramonic Air esa ovozingizga ta'sir qilmagan holatda atrofdagi background noiselarni o'chirib bera oladi. Saramonic SE ni boshqa g'ishtli mikrofonlar bilan solishtirish hojati yo'q. Qulaylik darajasini nega? Negaki bu mikrofonni og'irligi aytganimizdek 5 gram va razmeri tabletka bilan bir xil. Undan tashqari zaryadniy кейsi esa juda ham kichkina, zajgalkani razmeri bilan, kichikligiga qaramasdan turib, boshqa mana g'ishtdagi katta mikrofonlarga qaraganda zaryadkasi ko'proq yetadi. Ya'ni 26 soat siz mikrofonlarni tinimsiz ishlatsangiz bo'ladi, mana shu keysda quvvatlab turib. Xo'p, undan tashqari perihodnik ham zaryadniy кейsi ichida juda ham qulay tarzda o'rnatilgan va perihodnikka ahamiyat berishinglarni so'rayardim. Sababi perihodnikka juda ham kichkina qilib ishlangan, razmeri mana kameraga tiqilgan CD flashkalar bor, o'shaniki bilan bir xil. Bu degani siz stabilizatorlar bilan ishlatayotganingizda umuman ishlatish jarayonida xalaqit qilmaydi. Ya'ni qulay va oson bemalol ishlatasiz. O'zi ko'plarda uchraydigan muammo shu DJI stabilizatorda ishlatganingizda pastki perihodnik mikrofonlarni tep qolardi va mikrofonni ishlatish birozgina noqulaylik tug'dirardi. Endi bu mikrofonlar bilan sizda unaqa muammo umuman kuzatilmaydi. Saramonic SE ni o'zi ikki xil turdagi komplektatsiyasi bor. Birinchi komplektatsiyasida zaryadniy case mana shunaqa ikkita mikrofoni va bitta telefonga ulanadigan Type-C perihodniki chiqadi. Ikkinchi komplektatsiyasi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bitta dona qo'shimcha Lightning perihodniki chiqadi. Agar siz hali ham iPhone 13, 14 yoki shunga o'xshash eski versiyalarini ishlatadigan bo'lsangiz, unda sizga kit versiyasini tavsiya qilamiz. Agar siz уже iPhone 15, 16, 17 va undan keyingi yangi modellardan foydalanadigan bo'lsangiz, unda siz kit versiyasini olib o'tirishingiz shart emas, rasxod qilib, negaki undan bu yoqga iPhone ni o'zi boshqa Lightningga qaytmaydi. Undan bu yoqga Type-C bo'ladi. Shuning uchun standartni komplektatsiyasini olishni tavsiya qilaman. Keyingisi komplektda mana shunaqa sumkasi ham chiqadi. Men o'zi bu sumkasi nimaga kerakligini bilmadim, sababi mikrofonni o'zi juda ham kichkina qilib ishlangan. Zajgalkadagi razmeri bir xil. Ya'ni cho'mchaga bemalol kirib ketaveradi, olib yurish ham oson. Bu sumka orqali men o'ylashimcha nabrot noqulaylik tug'dirsa kerak. Endi qirilib ketmasligi uchun sumka hisob qo'yganingizda kerak bo'lib qolishi mumkin. Bundan tashqari shamoldan himoya qiladigan mana shunaqa qo'shimcha ikkita mikrofon uchun nasatkasi chiqadi va magnitli qisqicha. Bu magnitli qisqicha men o'z har xil mikrofonlarni ishlatib ko'rganman, lekin aynan Saramonic SE di aynan shu varianti menga yoqdi. Sababi qisqicha ozi boshqa mikrofonlarga qaraganda qattimroq, kattaroq ochiladi va mana shu qo'lingizni tagiga o'rnatib ASMR videolarni syomka qilganingizda osilib qolmaydi. Endi 5 gram bo'lganini ham hisoblaga-yu, qisqicha полностью ichiga kirib ushlab oladi. Shu tomonda ham menga mana shu mikrofonni qisqicha yoqdi. Endi keyingisini ko'ramiz. Hozirgi vaqtda ko'p mikrofonlarda, qo'llangan DJI Mic Mini'larda yoki M2 shunga o'xshash mikrofonlarda nastroykasida mono stereo yoki 150 Hz, 75 Hz degan funksiyalar bo'lmaydi. Saramonic SE qulaylik tarzda mana shu hamma funksiyalarni smartfon orqali boshqaradigan qilib qo'ygan. Ya'ni siz knopkalarni qidirib o'tirmaysiz, necha batta bossam nimaga o'zgardi deb. Mana shu programmasi orqali siz ovozni bemalol 1 dan 6 gacha ko'tarsangiz bo'ladi. Agar siz ASMR videolar yozish yaxshi ko'rsangiz, eng full 6 da yozganingiz yaxshi. Keyingisi buni mono stereodan o'zgartirsangiz bo'ladi ovozini. Keyingisi mikrofonni bir 5 xil standartdagi zvuki bor, ya'ni yo'nalishiga qarab turib, deyli bu vokal, originalniy zvuk, высокий, basli anaqasi bor, nastroykasi bor, ya'ni ovozingiz
dinamichniroq, go'shtli chiqadi. Усиление vokali, sres 150 Hz. Bu degani, agar sizni ovozingiz 150 Hz dan baland bo'lib ketadigan bo'lsa, ya'ni chastotada bijillavashga olib keladigan bo'lsa, o'zi kesib tashlaydi, ovozingizni bijillatmaydi. Hozirgi vaqtda, masalan, olaylik DJ Mic Mini'da, Hoyland'da juda ham baland gapirsangiz, bijillab ketishi mumkin. Agar siz mana shu nastroykani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, Saramonic SM mikrofonda siz aytayotgan holatlar umuman kuzatilmaydi. Mana shu programmasi orqali o'zingizga kerakli barcha turdagi nastroykalarni boshqarsangiz bo'ladi. Hammaga muhim narxi, ya'ni narxi nechi pul chiqadi. Hozirgi vaqtda bu yangi chiqqanligi uchun, ya'ni 2 kun o'tdi prezentatsiyasidan keyin, lekin bu hali do'konimizda sotuvga chiqmadi. Bir haftalardan keyin sotuvga chiqadi. Narxi nechi pul atrofida kutilyapti? Примерно 50, 70, 80 dollar atrofida chiqadi. Lekin undan qimmat bo'lmaydi. Agar sizga bu mikrofonning ovoz yozish sifatlari, shum podavleniya funksiyalari yoqqan bo'lsa, unda 1 yillik ofitsialniy garantiyasi bilan O'zbekiston bo'yicha eng hamyonbop narxlarda Unicell.uz do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Lekin Unicell.uz do'koni Saramonic va shunga o'xshash brendlarni O'zbekistonning ofitsialniy distribyutori deb hisoblanadi. Bu degani siz 1 yillik ofitsialniy garantiya va eng hamyonbop narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. O'zingizlarni qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishinglar mumkin va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.